Futbol tarixidagi eng aqldan o'zgan 5 ta to'p texnikasi. Birinchi o'rin esa miyangizni portlatadi. 5-o'rinda Antoni, patli tegish. To'p unga raketa kabi uchib keladi, lekin Antoni uni osmondan tushayotgan yostiqdek qabul qiladi. U hatto sakramaydi. To'p shunchaki oyog'ida uxlab qoladi. 4-o'rinda Pedri, havo hukmdori. To'p uning orqasiga tushadi. Boshqalar vahimaga tushgan bo'lardi, lekin Pedri burilib, havodagi traktoriyani o'qib, to'pni yumshatadi. Go'yo unga nimadir pichirlayotgandek. 3-o'rinda Burak Yilmaz, jannatdek tegish. Himoyachi unga osilib turadi. To'p tez uchadi, lekin Yilmaz sekin harakatda o'ynaydi. U to'pni oyoqning tashqi tomoni bilan boshidan o'tkazadi. Aql bovar qilmaydigan nafslik. 2-o'rinda Cristiano Ronaldo, muzlatilgan nazorat. Darvozabonning uzoq uzatmasi va Ronaldo to'pni to'xtatadi. Go'yo kimdir o'yinda pauzani bosgandek. Nima bo'lganini tushunishga ham ulgurmasdan, u allaqachon gol urib bo'ladi.